Mijoz o'salgan qiz. Avtori Eric Carle. Tarjima qilg'uchi Naval. Akşamı bir to'p parqiraq qo'ng'izlar oyning atrofida uslu o'ynashayotgan ekan. Atgan soat 5da kun chiqibdi. Bir tal do'stona xon qiz so'l tarafdan bir uchib kelibdi. U yupurmoqlarga yepishib olgan ko'k pitlarni ko'ribdi va ularni noshtalar qilmoqchi bo'pti. Dal shu chog'da bir tal mijozi o'sal xon qiz so'l yoqidan bir uchib kelib qopti. Umi boyiq xon qiz ko'rgan ko'k pitlarni ko'ribdi va ularni noshtalar qilmoqchi bo'pti. Bu chog'da do'stona xon qiz uningga salom qilib, "Xayrli sahar" debdi. "Yo'q" debdi mijoz o'sal xon qiz uningga hömiyib turib. "Al ko'k pitlarni men yeyman." Şunun bilan do'stona xon qiz teklif qilib, "Biz ularni tang yeylichu" debdi. "Yo'q, ular mening, hammasi mening" deb chaqiribdi eski xon qiz. "Acaba sen ularni deb men bilan urushmoqchimi?" Bo'ladi. Sen undaq tushuntirib oldigan ishing bo'lsa, debdi do'stona xon qiz muloyimlik bilan. Uning ko'zlari qat'iylik bilan raqibiga tikilibdi. Uning qoshlaridan mijoz eski xon qiz ko'yniga cho'kinibdi. U qarmoqqa o'ziga ancha bola ishonchi yo'qdek ko'rindi ekan. "Sening men bilan erishib kuching yetmaydi" debdi u xon qiz. "Amisa, sen nemishqa berib kuchlikroq biroz bilan urushmaysan?" debdi do'stona xon qiz. "Men shunday qilmam. Mencha sen ko'z qo'yma toza" deb vaqirabdi eski xon qiz va uchib ketibdi. Soat 6 bo'pti. U bir seriq harni uchirtibdi. "Hey sen" debdi mijoz o'sal xon qiz seriq harga qarab. "Men bilan urushamsan?" "Agar sen urushman deb tushuntirsan mayli" debdi seriq qara bir tarafdan so'zligash bir tarafdan zaharlik neshtirni chiqarib. "Voy, sening men kuching yetmaydi" debdi eski xon qiz va uchib ketdi. Soat 7 bo'pti. U bir tal bo'g'umingiz qo'ng'izni uchirtibdi. "Hey sen" debdi u bo'g'umingiz qo'ng'izga. "Men bilan urushamsan?" "Sen urushman desang mayli" debdi bo'g'umingiz qo'ng'iz qisqish panjasini chiqarib turib. "Voy, sening men kuching yetmaydi" debdi eski xon qiz va uchib ketibdi. Soat 8da u bir yochivakka uchrashibdi. "Hey sen" debdi u yochivakka. "Men bilan urushamsan?" "Urushman desang urishdoq" debdi yochivak bir yoqdan so'zligash, bir yoqdan uzun olti putlarini chiqarib. "Voy, sening men kuching yetmaydi hargiz" debdi eski xon qiz va uchib ketibdi. Soat 9da u bir qushqashning yendan o'tib ketibdi. O'tib qopti. "Hey sen" debdi u qushqashqa. "Men bilan urushamsan?" "Urushqan bo'lsa urishdiq. Qani kela" debdi qushqash bir yoqdan so'zgash, bir yoqdan o'tkir tumshuqlarini echib turib. "Voy, sening men kuching yetmaydi" debdi eski xon qiz va uchib ketibdi. Soat 10da u bir cho'ngraqni uchirtibdi. "Hey sen" debdi u cho'ngraqqa. "Men bilan urushamsan?" "Urushdiq" debdi cho'ngraq bir yoqdan so'zligash, bir yoqdan qisqishlarini ichib turib. "Voy, sening men kuching yetmaydi hargiz" debdi eski xon qiz va uchib ketibdi. Soat 11 bo'pti. U bir sesiq kuzanga yo'liqibdi. "Hey sen" debdi u sesiq kuzanga. "Men bilan urushamsan?" "Urushqan bo'lsa urishdiq. Qayni kelamsa" debdi sesiq kuzan so'zligash quyruqlarini ko'tarib turib. "Voy, sening men hargiz kuching yetmaydi" debdi eski xon qiz va uchib ketibdi. Soat 12 bo'pti. U bir cho'ng chipar bo'g'mi yilonga uchrashibdi. "Hey sen, men bilan urushamsan?" debdi xon qiz.
Orishqing bo'lsa urishdiq. Ha, kimam sevsa. Debdi chipar bo'g'mi yılan kış qilib turib. Voy, sening man kuching yetmaydi, debdi eski xonqiz va uchib ketibdi. Soat 1 bo'pti. U bir sirtlonga uchrashibdi. "Hay sen, men bilan urishamsan?" debdi o'sal qo'yli xonqiz. "Ha ha ha ha, urishdiq" debdi sirtlon zahar handilach kulib tishlarini chiqarganicha. "Voy, sening man kuching yetmaydi hargiz" debdi eski xonqiz va uchib ketibdi. Soat 2da u bir gorillaga uchrabdi. "Hey sen, men bilan urishamsan?" debdi xonqiz. "Ho ho ho ho, urishman desang urishdiq" debdi orangutan bir yoqdan so'zligach, bir yoqdan maydisiga duk mushlab turib. "Voy, sening man kuching yetmaydi hargiz" debdi eski xonqiz va uchib ketibdi. Soat 3da u bir karkidonga uchrabdi. "Hey sen, men bilan urishamsan?" debdi. "Urishman desang, urishayli emisa, kelgin" debdi karkidon so'zligach, munguzlarini betlab turib. "Voy, sening menga kuching yetmaydi" debdi eski xonqiz va uchib ketibdi. Soat 4da u bir pilga uchrashibdi. "Hey sen, men bilan urishamsan?" debdi xonqiz. "Urishman desang urishayli, ha, kimam samsa" debdi pil bedenini ko'tarib, tishlarini chiqarib turib. "Voy, sening men kuching yetmaydi hargiz" debdi eski xonqiz va uchib ketibdi. Soat 5da u bir kitga uchrabdi. "Hey sen, men bilan urishamsan?" debdi u kitga. Biroq kit uni parvomi qilib qo'ymabdi. "Voy, sening men kuching yetmaydi" debdi eski xonqiz va uchib ketibdi. Soat 5dan 15 minut o'tganda u bir kitning qanotini ko'rib qapti. "Hey sen, men bilan urishamsan?" Biroq uningga hech qanday javob kelmabdi. Shuning bilan u uchib ketibdi. Soat 5:20da u kitning paloqchisini ko'ribdi. Va "Hey sen, men bilan urishamsan?" debdi yana. Ammo uningga yana javob chiqmabdi. Shuning bilan u uchib ketibdi. Soat 5dan 45 minut o'tganda u kitning quyrug'ini ko'ribdi va uningga "Hey sen, men bilan urishamsan?" debdi. Kitning quyrug'i bir silkinib tikan, eski xonqiz dengizni uchib o'tib quruqlikqa tushibdi. Soat 6da u attigan yo'lga chiqqan yerga kelibdi. Heyliqi do'stani xonqiz uni ko'rib, "Ha, qaytib keldingmi? Bu yerda yana eshib qolgan ko'kpitlar bor. Sen ularni kechki tomoq qilib yegin" debdi. Eski xonqiz bo'lsa, "Ha, rahmat sana" debdi, ham yo'l bo'lib, ham qo'ziq ichib, ham herib, charchab holidan ketgan xonqiz. Yupurmoqlarning hammasi birlikda "Rahmat sizlarga" debdi. "Arzimaydi" debdi xonqizlar va uxlashga tayyorlanibdi. Parqira qo'ng'izlar top-to'g'ri bir kun uxlagandan keyin endi oyni cho'ridab usul o'ynag'ili turibdi. La 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 la. Shuning bilan hikoyamiz oxir